Rabiul avval oyi kirdi. Nima qilishimiz kerak? Bugun biz mana shuni qilish kerakmi, qilish kerak emasmi degan tortishuvlardan qochishimiz kerakda. Bu oyni Rasulimiz alayhissalomni o'rganishga bag'ishlashimiz kerak. Uyimizga u zotni mehmonga chaqirish kerak sizlar. Ma'naviy mehmonga. Qachon oxirgi marta bir dasturxon ustida o'tirib, bola chaqamizni o'tkazib, nabiralarimizni o'tkazib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqida gaplashdik. Suhbat u yoqda tursin azizlar. Bugun bir-birimiz bilan bo'ladigan muloqot ham yo'qoldi. Bu telefondan boshimizni ko'tarmaymiz. Dasturxonning ustida hozir oxirgi paytda hammaning qo'lida telefon. Bir o'tirib suhbat qilish yo'q. Avvalgi otalarimiz, onalarimiz kabi tarbiyaviy suhbatlardan yiroqlashganmiz. Hech bo'lmasa Rabiul avval oyida azizlar, hozir kitoblar bor, tarjimalar bor. Oilada o'tirib, mayli yoddan gapirish salohiyati yo'q bo'lsin, lekin o'qib bersa bo'ladi. Kelinglar bolalarim, Rabiul avval oyi kiribdi. Bu oyda payg'ambarimiz alayhisalom tug'ilganlar. Shu zotni bir eslaylik deb ma'naviy mehmon u zotni uylarida go'yoki o'sha davri saodatga safar qilib uydagilarga aytish kerak, o'rgatish kerak. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamni qachon tug'ilganlarini, u zotning dunyoga keltirgan Omina onamizni tanimasligi albatta ayibdir. Hozir bu bahona emas, chunki imkoniyati bor. Internet bor, kitoblar bor. Ozgina muhabbat bo'lish kerak. Ozgina muhabbat bo'lsa, payg'ambarimiz alayhissalomni tanib oladi.